Assalomu alaykum ota. Alaykum assalom. Keling, kostyum-shimlarimizni ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Ana, menga ikkita kostyum kerak. Bo'ldi. Ikkita olsangiz, bitta kul rangidan, bitta qorasidan qilib beraman. Yo'q. Ikkovi ham bir xil rang bo'lsin. Mayli. Lekin buni sifati juda ham zo'r. Bitta olsangiz umringiz oxirigacha yetadi. Ikkita olish shart emas. Ikkovi ham bir xil bo'lsin. Bittasi otamga, bittasi menga. Ha, ota bola bir xil qilib to'yga bormoqchimiz. Ota, siz necha yoshdasiz o'zi? 70 yoshdaman, o'g'lim 70 yoshdaman. 70 yoshda. Dadangizchi? Otam 95 yoshda. 95 yoshda qoyil. Shu yoshda ko'ngilga to'y siqqanini qarang. Bir yaqin insonlarning to'y bo'lyapti shekilida. Ha, yaqin insonlari, dadalari uylanyaptilar. Dadalari? Ha? Dadalari. Ya'ni mening bobom. Dadalari necha yosh? Dadalari 125 yoshda. 125 yoshda? Ha? Uylanib nima qiladi shu yoshda? Ularga qolsa uylanmay yuraveradilar. Ota-onalari qo'ymayapti. A? Ota-onasi? Ha?